yaxshimisiz, tuzukmisiz, salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Ramazon oylaringiz muborak bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Hamma jamoamiz, ustozlarni, muftiy hazratlarni mana salomlarini yo'llaymiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Sizlarga o'xshagan yoshi ulug'larni duosini olsak, Xudo xolasa xalqqa, elga baraka bo'ladi. Oldinga ham kelib ko'rganimizda ozgina xasta edingiz. Bugun yaxshisiz, ko'z tegmasin. Qizlari borlar. Yaxshimilar? Baraka topsinlar, sizga qaravotdilar, duoingizni olyaptilar. Kam bo'lmanglar, Xudo xolasa. To'y kuninglar, ham ko'ringlar, topganinglar, to'ylarga yaxshiliklarga buyursin Xudoyo, Xudovondi. To'y ko'rib taninglar, sog' umringiz uzoq bo'lib, nima niyat qilgan bo'lsa niyat. Allohu akbar. To'ylardan kam bo'lmanglar, xatar bo'lmanglar. Balki Ramazondandir, balki yurtimizdagi yurtboshimizni, umuman mana shu yerdagi faoliyat olib borayotgan xodimlarni, xizmatchilarni, rahbarlarni sizlarga e'tibordanmi? Hammanglar chiroyli, nurli bo'lib ketibsizlar. Mana shu nur, fayz, chiroy sizlarni tark etmasin. Biz hammamiz sizlarni qalbdan yaxshi ko'ramiz. O'zimizni otamizdek, o'zimizni onamizdek yaxshi ko'ramiz. Hadis bor Imom Termiziydan. Kim yoshi ulug'larga e'tibor ko'rsatib, ehtirom ko'rsatib, ularga bir shirin so'zini ayamasa, o'zi keksalikka yetganda bundan chandon ko'p yaxshiliklarga ega bo'ladi deydi. Ya'ni bunda ishorat bor. Keksalarni hurmat qilgan yoshi ulug' bo'ladi, o'zi ham uzoq umr ko'radi degan ma'noni tushunishimiz mumkin bo'ladi. Bir duo qilsak. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo hamma yoshi ulug'larimizga barakotli hayot nasib etsin. Alloh taolo bu yerda sizlarga xizmat qilayotganlardan ham rozi bo'lsin. Yana tez kunlarda ko'rishlikni Alloh hammamizga nasib etsin. Allohu akbar. У нас было мероприятие, организованное им. Мы в Ташкент-Сити были, потом были в ресторане «Райхон», где был прекрасный дастархан, очень большой, очень хлебосольно, щедро. И сегодня, когда я его увидела, я говорю, вот трепет вызывает. Конечно, хочется сказать большое, громадное человеческое спасибо. Даже вот в лексиконе не хватает слов. Это вот забота, это настолько забота, да, все-таки такой человек, такого сана приехал, поздравил. Дай Бог здоровья, здоровья и еще раз здоровья. И, как говорят, пусть рука дающего не оскудеет.